Rossiyada migrantlar ustidan nazorat keskin kuchaymoqda. Assalomu alaykum, siz Oper.uz kanalidasiz. Dunyodagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilib olishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshladik. Rossiyada migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Bu haqida Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda giyohvandlik va psixotrop moddalar iste'mol qilganlik fakti, shuningdek, yuqumli kasalliklar mavjudligi bo'yicha majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Deputatlar tomonidan qabul qilingan qarorga ko'ra, Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga borgan barcha migrantlar uchun majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartirilmoqda.